Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? To'rqo'rg'on tumani Gulqishloqqa kelganman. Bu obyektimizni kvadrati 108 kvadrat. Tepla poteresini hisoblaganimizda 21 kilovat chiqdi. Hozir bu yerda bo'lgan ishlarni bitta ko'rsataman. Topli pol va radiator ishlarini qilib berganmiz. Bu tomondan ishlarni yakunladik. Ikkinchilik bu tomonlar toplana bo'lsa, tadash obratga ikkita suv turba chiqarib qo'ydik. Trassani yurishlari. Buron uchun bitta 50 kilometrli radiator chiqarib berdik. Bey hisob kitobida ikkita chiqdi. Menga bitta chiqarib bering dedilar keyin. Bo'ldi, bitta chiqarib berdik. Ichkarida xonamiz ham topli pol, ham radiator. Buga keyinchalik sovuq suv kerak bo'ladi deydilar. Shu joyga bitta turbada sovuq suv chiqarib qo'yganmiz. Topli poldan keladi, 20 shayt qilib to'qib berganmiz. Ko'rinishda. Bu yerda ham bitta radiatorimiz bor. Turbadan chiqarib qo'yganmiz. Padachi apparatga chiroyli qilib suv olib qo'yganmiz, razmerga qo'yib. Bu yerda bitta mehmonxona bor. Mehmonxona uchun bitta bu tomonga, bitta bu tomonga radiator chiqarib berganmiz. Hammasi stashgan tayindan kelibdi. Ustiga yana 5-4 sm stashga qo'yishar ekan. Bu joyga mana bolgarkada strategiya qilib uyib tiqib yuborganmiz. Shtobi stashga yaxshi ushlash uchun. Mana ustidan yursa bo'lardi, bu jalasining ustidan 1-2 sm minarkan xolos. Shuning uchun chuqurroq, yaxshiroq, baquvvatroq bo'lsin deb bolgarkada uyib tiqib yuborganmiz. Endi buni ustidan stashga bo'lsa, zo'r ushlaydi. Bu joyga gipsokartonni olganmiz. Gipsokartonni olib, turbasini orqasidan chiqarib, razmerlarga qo'yib o'tirib qo'yganmiz. Ikkitasini ham. Bu joylarga taxtalarni tashlaganmiz orqasidan. Ertaga remontdagi radiator loshkalarini ilsa xudo xolasa baquvvat moshni turadi. Qolgan xonalarni ham ko'rsataman. Romimizga 300 ga 2 metrli uchta radiator uchun joy chiqarib berganmiz. Hozir ikkitasini o'rnatib qo'yganmiz, bittasini cho'rnovoy montaj qilib qo'yganmiz. Xudo xohlasa kuzda qo'yib beramiz. 5 ta, 6 ta radiator atrofida cho'rnovoy chiqarib qo'yganmiz. O'zini hali o'pkamaganmiz. Ichkaridagi xonalarni ham mana radiatorlar. Chiroyli akkuratni qilib o'rnatib qo'yganmiz. Bu joy tayyorlar topli pol ekan. Topli polga shikast yetkazmasdan buzib o'tkazib olganmiz. Yondagi topli polli trassalari ham shu joydan o'tib ketgan. Mana. Bitta sovuq suvni tashlab berganmiz. Bu xona ham mana spalniga ham bitta radiator qo'yib berganmiz. Keyin kelganda ikkinchisini qo'yib beramiz. Buni joylarni tayyor qilib chiqarib qo'ydik. Obratga padachi qilib. U tomondagi ishlarni ko'rsataman. Mana kuxnaga chiqib kelgan, rom tomondagi padachi obrat keladi. Uy ichidan chiqib kelgan radiator padachi obrat keladi. Ikkitasini bitta traning qilib, qirraqlikda kotelniga chiqib ketgan. Kotelniga bitta sovuq suv bu tomondan borganmiz. Va topli polligini addini qilib qo'yganmiz. Bilasizlar, topli polga 45-50 gradusdan baland bermaymiz. Odamni sog'lig'i uchun zarar. Oldingi kollektorga ikkitalik qo'shib ishlab o'rganmiz. Oldingi montajlarga tegmaganmiz. Keyinchalik hammomga ham radiator qo'yishim mumkin deganlar, shunga ham ikkita padachi obrat qilib chiqarib qo'yganmiz. Pastidan montaj qilsalar bo'ladi. Kotelniyni ham hozir ko'rsataman. Mana kotelniga turbalarni chiqarib qo'ydik. 2 yil oldin o'zimiz shu zotalava ruchnoy kotelni ustanovka qilib bergandik. Dimxodlar bilan. Mana dimxodlari. Qo'lli yasab berganmiz. Hozir dimxodlari ham juda qulay chiqayotgan. Ehtiyot, kotelga dimxod olmoqchi bo'lsani, zavodga qo'yganingdan yaxshiroq. Bu tomonda xudo xolasa gruppa bistromontaj, gidrostrelka, shunaqa narsalar bilan tirib yuboramiz.
kimgadir shunaqa sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Obyektivni hisob kitoblarga asoslangan holda bitirib beramiz. Отопление qilaman degan do'stingizga yo tanishingiga shu videoni jo'natib qo'ying. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, qanaqangidir fikringiz bo'lsa, kommentariyadan yozishingiz mumkin.